aleyküm. Hurmatli tadbirkorlar, mana bugun Agrobank kasblarining navbatdagi tadbirkorlar bilan mahalladagi uchrashuvi, kredit olish istagida bo'lganda yoki boshqa tadbirkorlik qilish istagi bo'lganda bemalol kelib murojaat qilishingiz mumkin. Keling. Aka. Assalomu alaykum. Kimni tanishing? Xo'jam Husan. Nima raqam ayting? 95 393 482. Nima so'rayapsiz? Kredit olish uchun. Hech kim olmaysiz. Foizi bo'lmaydi. Qarindoshchilik ish. Hokimlarimizni taqsimlab qilgan bo'lsa, hokimlarimiz shuni tanisiz. Taqsimlab bersalar, biz chiqaraveramiz. O'zini oldi karta ochasiz, bizga tashlayveramiz. Karta ochdingizmi? Karta ochdingizmi? Bu azalda to'g'riladi, to'g'ri tashlasizmi? Taqsimlab arzoni to'g'rilab tayyorladi. bu to'g'ri tashlaganmiz bo'lak, masala yo'q. Sog' bo'ling. Keling. Tavsiyasini berdim. Qanoqlar. O'tirib turing-da hozir. Assalomu alaykum. Ravshan Asila. Telefon raqamingizni ayting. Nima so'rayapsiz? Kredit olish masalasi. Qanday ko'tarmoqchisiz? Hokimlarimizni taqsimlamasizga, mana shu bank o'z mablag'ini beradigan bu nechta olmoqchisiz? 50 million necha olmoqchiman? Nima maqsad olmoqchisiz? Shu chorva bo'yicha. Chorvachilikka uyda mol boqish sharoiti bormi? Maydon olgan, katta olgan. Kattaman. Sharoitim bor. Hokimlarimiz bilan taqsimnoma bersalar, uyga borish sharoiti o'rganadi, haqiqatan mol boqish sharoiti bormi, yo'qmi, to'lash imkoniyati bormi, yo'qmi ko'radilar. Taqsimnoma bersalar, bankka taqdim qilsangiz, biz boramiz. Beramiz kattalar. O'z yo'lida borasiz, kredit olguncha. Tushundingizmi? To'g'ri. Xayr. Assalomu alaykum. Kimni so'rayapsiz? O'tirib turing, hali chiqib ketmang. O'tirib turing, chiqib ketish kerak. Tashqariga chiqsa shartmi? Yo'q. Sizlarningizga? Ha, telefon raqamingizni ayting. To'qson uch. Siz nima so'rayapsiz? Hech bo'lmasiz. Yuzda sharoitingiz bormi? To'lovlarni nima qilamiz? Qanday to'laysiz? Kim to'laydi? Buni ishlaydigan odam bormi yuzda? Kim ishlaydi? Qayerda ishlaydi? Rossiyadagi odam. Qaysi yo'nalish bo'yicha olmoqchisiz? Hokimlarimiz beradigandanmi, bank o'zi beradigandanmi? Qarang, tushuntiraman sizga. Hokimlarimiz beradigandan 12%, yillik foizi, kredit foizi 12%. Faqat ta'mirlashdan borib molingizni olib kelasiz. Keyin bank bilan hokimlarimiz kelib ko'radi, haqiqatan mol olib kelinganini ko'rib, rasm davlatni o'qigandan keyin bank pulni chiqaradi. Bizda beradiganimiz bor, oldindan bizda pul tashlayveramiz siz kartangizga. Bizdan foiz balandroq 25%. Bizda pul tashlayveramiz, keyin siz pul olib kelasiz. 10 kun ichida, bir hafta ichida olib kelishingiz kerak. Chunki foiz balandroq. Naqd karta tashlayveramiz. 12%. Shunda qaysini xohlang, uydagi maslahat qiling, kelasini beramiz. Sog' bo'ling. Keling. Kreditimiz bor. Na'am. Shuncha
olmoqchi ekanlar. Nima qilmoqchi? Shuncha olmoqchi ekanlar. Agar ismini aytishim. Nima fikr bo'lsa so'rang. Hozir qarang, chorva. Telefon raqamini ayting. 99 608. Hmm? 89. Ayting. Qarang, hozir masalan tug'adigan sigirni o'zlari beradimi yo? Yo'q, men aytaman, hokim bilan sizdan oladigan bo'lsangiz, bor molni olib kelasiz. O'zingiz tanlab, kilogramm hisoblab, ta'minlashga berasiz. Molni olib kelasiz. Haqiqatan ham qonun hozir qildim bo'ladi menga desangiz, hokim beramiz bilan bank kodini, mahalla bankimiz boradi, man to'g'ri qiladi. Hatta olib kelganingiz to'g'risida. Man Narxini o'zimiz kelishamiz. ta'minlashga kelishasiz. Ta'minlash bilan o'zingiz kelishasiz. Kelishasiz, shartnoma tuzasiz ularda. Onlayn shartnoma bo'ladi hammasi. O'shanda Misol 35 million to'g'ri keladimi, 10 million to'g'ri keladimi, 50 million to'g'ri keladimi? Joy besini hisoblaydi ular. Tamoz shunday qo'yadi, kilogramm hisoblaydi. Bo'lajali nimachilar deb Ta'minlashga borib, bazasiga borib o'zingiz mol tanlaysiz o'zingiz. Mana shuni olaman desangiz, bu o'shani to'g'ri kelsa, qarang, buraya taxminiy masalan 35 million. chorvachilik yo'nalishida olmoqchisiz-da? Necha pulga chiqadi taxminiy? Beramiz, hisob beraman. Hisoblab aytgan? Uyga ketadi. Ana birotta sigir hisob. Uyda mol boshqa sharoitingiz bormi? O'ziniki bor, yana bitta olmoqchi. O'tgan sotib yuborgancha, hozir ona birotta sigir. Hujjatlarni bersangiz, masala yo'q, chiqarib beramiz. Bitta tug'adigan tana. Lekin men nomimda mashina kirdikda. Ko'ryapsizmi? Vaqtiga yopyapsizmi? Oy bo'yi yopyapsizmi? Unda 90 kundan oshib to'lagan vaqti bo'lganmi? Bo'ldi, masala yo'q. salbiy kredit tarixiga tushib Ko'p tarixiy salbiy unda huquq qo'yganda joriga tushdi deyiladi. Unda olib tushmagan bo'lsa bo'ldi. Shunga so'rayapman. Men o'zim buni to'lashchi. Uni xo'jayin men nomiga olganman, u to'laydi. Bo'ldi, gap yo'q. Hujjatlarni bersa chiqarib beramiz, hisob beramiz. Pasportmi? Pasportmi? pasport faqat Mana o'sha mana, hokim yordamchisi taniysiz. Rahmat kelganinglar uchun yana boshqa masalada savollar bo'lsa, bemalol qilishim mumkin. Sog' bo'ling.